Hay salom do'stlar, sizlar bilan Toning Prokopam. Xo'p do'stlar, bugungi videomizda car parking multiplayer o'ynaymiz. Har doimgidek yana taksichilik qilamiz. Bo'ldi, yana sizlarga o'tgan galgi videoni ko'rgan bo'lsalaring, aytganim sizlarga yorqa bakoyda yozuvlar olib tashlab, men bu yerga olib tashlaman deganim, lekin men bu yerda aytganim yo'q edim. Shunaqa qilib qo'ydik. Quyosh kirib qolyapti, shuning uchun shunaqa qildik. Endi o'zim dokumentlari bilan sal ursa bu pachoq bo'lmaydigan qildik. Shuning uchun yana taksichiligimizni boshlaymiz. Har kun video olaman taksichilik haqida. Kecha futbolga borgandik. O'rtaga endi qimormasu pul qo'ygan deydi, yutgan odam shu pul oladi deb kecha bilsalaring 27 million edi, 26 million bo'lib qoldi. Hammalarning uzr so'raymiz, yana o'z joyiga qo'yib qo'yamiz. Yana taksichilik qilamiz. Endi avarenka yoqib qo'yaylik. Shu kimchilar avarenka yoqqan egasi bu yoqqa o'tib ketsa yaxshi bo'lardi. 2,5 kilometr ketdik. 80 kilometr sanaladi ekan. Bunday gaylar bilan hammasi bilan tanishib qilib qo'ydim. Menga nima degan bo'ldi? Men tezroqki mashina kelyapti. Tezroq bo'l. O yaxshi ham svetofor bor ekan. Avarenka o'chiramiz. Endi sal-sekin men bu yerda shuni qilib burib olamiz. Ancha oldin urmadik. Kechagi videomiz sal xiraroq olingan ekan. Hammalarning uzr so'raymiz. Grafikani ko'tarib qo'yaman bo'ldi. Hammasini to'liq qilib qo'yamiz. Sizlarga yaxshi ko'rinayotgan bo'lishidan. Agar men bunaqa jonli efir qilganimda chatga yozardilaring. Jonli efir qilmayapman bola, o'zi yaqinda qilaman. Yana birga bo'lsak sizlar uchun, lekin birkaga hali ancha bor. Agar aktiv xuddi shunaqa ketaversa, lekin hali juda ko'p vaqt bor. Men bu yerga to'xtab qo'yaveramiz. Samno'roq qilib. Bu mana qizilyapti, yashilyapti. Afarin ko'hma burib ketdik. Nexia'miz Darvo o'zi hamma Nexia shunaqa. Nexia 1 endi sal eskiroq modeli. Bola, endi biz strishdan ketamizmi? Shunaqa ketsa hali 2 kilometr bor ekan. Men bola strishga to'g'ri kelib qolyapmiz. Endi ko'p gaylar bilan gaplash esdan chiqqan bo'lsa, strish chiqib ketamiz. Endi qirilmabdimi? Ko'ringlikchi. Yo'q, asasa qilmabdi, o'zlaring ko'ryapsizlar. Narsaga chalg'ib qolibmiz. Men oldinga borgan joyimga ketar ekanmiz. Bu yo'llardan mana qilib yo'lab o'tib ketaversak, orasidan o'zimiz strishni yo'lga tushib qoldik. Yomon bo'lyapti ahvol, lekin bola. Vaqt kam berib qo'yibdi, ham strishdan ketyapmiz, shuning uchun sal vaqtdan ortiq ketvordik. Keyingi videomizda dastavka qilamiz. Uni furoda qilmasak, furodami boshqa mashinani qilamiz. Yoki bo'lmasam orqasi Toyota shularga o'xshagan mashinalarda qilamiz. Yangi Telegram kanal ochdim. U yerda sizlar xohlagan narsalaring bo'ladi. Agar guruhga so'rovnoma tashlayman, qaysi biri ko'p ovoz yig'sa shunaqa boramiz.
shunaqa chat bo'ladi yoki bo'lmasam konkurs yoki nima desam bo'ladi, barkom shunaqa narsalar bo'ladi. Yo'l kesib boramiz bo'ldi. Mashinamiz oldini keyingi videoda sal balandroq qilamiz. Hozir biz shuningdek 5-6 talar shartlar 5-6 talar martda taksichilik qilamiz. Shular bilan sizlarga qancha oylik tushganlarini, nima bo'lganlarini qo'yib beraman. Tush endi 1,471,000 pulimiz bo'ldi. 800 ming endi ikkita yulduzcha bosdi, bizga farqi yo'q bo'ldi. Endi keyingi akatsiya deganda olduz pachoq ketibdi. Orqaga yurishimiz kerak. Keyin sizlarga yanada qo'yib boraman. Mashinamiz qanaqa ahvolda bo'lganlarini shortslar har kun yorityapman. Ular keyin oxirida qo'ygan videom juda ko'p prosmotr yig'madi. Shuning uchun sizlarning yordamlaring kerak. Prosmotr pullar yig'ishlaring, videoni oxirigacha ko'rishlaring kerak. Keyin hamda like bosib qo'yishlaring kerak. Har bitta ko'rayotgan obunachimiz sizlar har bitta prosmotrda bitta like yig'ish kerak deydi-yu, achingizni. Ana shunaqa qilsalar nechta like yig'ib ketar ekanmiz bo'ldi. Shuni shunaqa qilib qo'yaylik. Men o'zim bitta videoda 571 ta, eng kam yig'ganim 571 ta ekan. Bir xil videolarim 1ga 2ga yig'ib boradi. Shunaqa ketsa lekin bo'ldi. Normalniy prosmotr, normalniy like. Keyin har bittasiga ham kommentlar yozib qoldirsalar, har bitta odam ko'rayotgan odam obuna bo'lib qo'yaversa, bizga aktivimiz juda ham ko'tariladi. Sizlar uchun keyin Telegram kanallarimda har kuni konkurs, keyin birkom, har kuni video prezent kortejmi, nima deysizlarni shu qilaveramiz. Faqat unga sizlar yordamlaring kerak bo'lsa bo'ldi. Odam tushyapti, mana dori o'tib ketaveringlar. 5 ta yulduzcha bosdi. Mashinamiz oldi sal pachoq bo'ldi endi. Nima deymiz? Endi bunday qilib shunday qilib bir o'tib ketsa ham nima ketdi? Sal qoidalar o'zgarib, yo'l juda qisqa ekan. Men bu yerga sig'yapman. Shuning uchun sal telefon qotyapti bo'ldi. Grafikam pasaytirsak bo'lmaydi. Hozir pasaytiraylik. Bir xil narsalarni men buni sal balandroq qo'yib, men bularni sal pasaytirsak bo'lmaydi. Endi telefon qotsa ham bir xil qilib bosib ketaveramiz. Sal cho'tam nitoyga ketibmiz, sal o'zi yo'lga chalg'ib. Yana bunga qancha pul to'lashimizga asabim chiqib turibdi. O'zi bamper yana pachoq bo'lib qoldi. Har kungidek mashinamiz pachoq bo'lib qolyapti. Deyarli agar men bu yoqqa adashib kirib ketmaganimiz vaqt o'zi atrof borgan bo'lardik. Oldi ham nima oldi? Mana keyingi videoda iloji boricha logo qo'yaman, bo'lmasa ham qo'yolmayman. Buni o'zidagi bo'lardi. Logo sal qiyinroq. O'zlaring bilasizlar, menimcha hech kim qo'ymagan.
shunaqa logodan juda ko'p Chevrolet qilib oddiy logo, eng oson logoni qo'yib olgan. Men shuncha harakat qildim, Dayvon logosini qo'yaman o'zim deb qo'ya olmadim, lekin men afsus. Unga lekin men afa bo'lmayman. Baribir ham pulga o'zi ham qildirishim mumkin. O'zlarim tanishlarim borkin, gam yuborgan tanishlarim ham bor. Agar sizlarga ham kerak bo'lsa, menga yozib qo'ysalaring arzonroq qildirib beraman. O'zimda tanishlarim ancha ular bilan juda ko'p savdolashganmiz. Hayda o'zgartirishlar 5000 bolalar, hech kim uni qilmaydi. 20000, undan-da ko'plariga qiladi. U 5000 ga qilib beradi o'zi. Men aytib undan-da kelishtiraman. Pulimiz dengimiz qancha bo'pti? 54 million bo'pti. Hozirgi pulimiz necha pulgacha qilamiz agar? Короче, shuni pulimizni 56 millionga olib boraylik. Hozir videomiz necha minutlik bo'pti? 11 minutlik bo'pti. Kechagidek 22 minutlar qilamiz. Videoni ko'p ko'rsalaring menga juda motivatsiya bo'ladi. O'zim tamom bo'lib qolyapti bolalar. Bekor bosni sal buribroq keyin bosishimiz kerak edi. Ketdi endi baribir shu bor ekan taqdirimizda deydi. Aytadi taqdir bu taqdir deb. Shunaqa taqdir ekan bola. Sal sekinroq yuryapmiz, mashinamiz sotmay qolyapti. O'zi yili 2015. Sal eskiroq qo'ygan. Ko'rsalaring mana bu yerda o'zi yozuvlar ham o'chib qo'ygan. Bularni ham yangilataman keyingi videoda. Sal qolgan avariya bo'lishimizga keyin yana mashinamiz ustaxonada degandek shunaqa joylarda o'tardi. Videomiz sal o'zi noqulay olinyapti. O'zlaring bilib turibsizlar. Hammalaringdan uzr so'raymiz. Shuning uchun videoni sal kamroq olamiz. Telefonim qotib qolyapti. Shu klient topib tashlab, sirasiz keyin videomiz muzlanasi yetadi. Хорош, orqaga mindingiz. Men shu yerga borish o'zimni meni yaxshi ko'rgan joyim. Ko'p shortlarimni ko'rsalaring o'zman shu yerda videoga olaman. Keyin o'zi eski joy bor, mashinalar buzilib shu yoqda yotibdi. Ana shu yerda eshigini darvozasini oldida videoga olganman. Soatka deganda shunaqa narsalar qilganman. Endi bugundan boshlab har kun videoga olib borishim juda ko'p, ehtimol juda katta. Vaqt topmayapman. Endi o'zim rus maktabida o'qiyman, shuning uchun har kuni o'zim endi bundan buyoq rus maktabdan ruschani 100% dan endi 60-50% bilaman. Shuning uchun sal endi 100% bilishim uchun har kuni o'zimga dars qilib har kuni 10 ta yoki 15 talab so'zlayapman. 55 million bo'pti. Hammalarga xayr, videomiz nihayasiga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha hammalarga xayr.